Vizantiya imperatori Diojen to'plagan 200 ming qo'shin ichida nemislar, gurjilar, bulg'orlar va yana necha minglagan xristian askarlari bor edi. Diojen avvaliga Arzinjonga armanilar bilan ko'rishishga keldi. Salom Rimning asl avlodlari. Xush kelding buyuk imperatorimiz. Buni eshiting. Tog'lariga qadar chekinishingizni talab qiladi. Rostdanmi? Juda qo'rqib ketdim. Tezroq qoching beylarim. Turklar qo'rquvdan qochishga joy qidirishmoqda. Tianshan tog'lariga qadar quvalaymiz shekilli. Afandim, bular kim? Barbar turklarga o'xshashyapti. Og'zingni yum, eshitib qolishadi. Ular ham turk, ammo musulmon emas. Eng kam ish haqqi evaziga bizga qo'shilishdi ahmoqlar. Xavotirlanma. Tez orada turklar ko'rishga intilayotgan qora dengiz men bo'laman. Bu paytga kelib sulton Alp Arslan butun Saljuqiy qo'shini bilan buyuk jangga tayyorlanmoqda edi. Xush kelding Afshinbey. Hech ham xush kelmadim sultonim. Anatoliyada ko'rganim Vizantiya qo'shini nari berisi 200 ming kishi. Nimalar deyapsan Afshinbey? Qayerdan buncha askar oldi? Pullari ko'pligidan askar sotib olishganmi deyman. Sening askarlaringni ham qo'shib hisoblasak nari berisi 50 ming kishimiz axir. Endi nima qilamiz sultonim? Yo g'oziy bo'lib Anatoliya jannatiga kiramiz yoki shahid bo'lib oxirat jannatiga. Sizlarga yana nima kerak? Vatanimiz uchun har yerga borishga hozirmiz sultonim. Harbiy mashvarat tugagandan so'ng sulton Alp Arslan boshchiligidagi 50 ming kishi Malazgirt